sarxush dramasidan parchani taqdim etamiz. Aleyküm assalam. Keling dostlar, marhamat. Analahım. Oylarını Allah Teala bundan ham ziyoda qiladi. Nafaslari muborak. İnşallah duoları qabuldir. Balli. Cuma oqshomi duo qabul vaqtidir. Hayrulloh. Choy ila lali keldi. Ota! Tomoshaga boraman, pul bering. Kamila borursan. Tursun akam ila boraman, pul bering. Oğlum. Vaqtliroq aytinglar. Va yomon yerlarga borib yurmanglar. Xo'p. Juda ko'p gapirursiz-da. Urgashma qiling taqsir. Xo'p. Bu boyvachcha katta bo'libdi. Shunday. Xudo umr bersin. İnşallah. Suriya maktabida o'qiydirmi yoki eski maktabda? Siga ham bormaydir. O'z hovlingizda o'qita turgansiz. Ay yo'q. Men boyvachchani o'qitmoqni hali o'ylaganim yo'q. Ajoyib. Sababi nedir ki o'qimaysiz? Bolangga o'qimoq qas, va ilmi sababi izzati dunyo, sharofati esa oxiratdadir, voy. Meni hayolimga dunyoning izzati, boylik, oxiratga bo'lsa Xudoning qilgan taqdiri. Chunonchi biz ko'ramizki, odamlar boyni mullodan ziyoda izzatdadirlar. Xususan mana banklar ko'paydi. Katta boylar ishlaydi bo'lib. Har kimchiliklarni izzat qilur. Azbaskichilik ittifoqiga olmagan insonlarga banklar ham pul bermasdirki, insonlar muomaladorlarsini mayda chuyda bo'lib, bildingizmi? Bu so'zlaringiz hozirgi zamonga ma'qul. Lekin chiroyli boylarning umri qisqa. Xalqni ko'zi ochilgunchadir boy. Alarni tushganlar boyni izzat qilur. Mulloni bo'lsa, barcha xalq izzat qilur. Ya'ni mulloning ilmi izzat qilmadir boy. Bizning ham boyligimiz izzat. Hatto musulmonlar nari tursin, o'ris va armanlarda izzat qilur. Izzatni nari. Agar o'g'lingizni o'qitsangiz, kitobingizni o'qir, daftaringizni yozar, musulmonchiligingizni hamma o'rgatadi. Va sizga ham savob bo'ladi. Mirzalik oson. Mana Xayrullohga oyingda 7 so'm beraman. Kunduzlari mirzalik, oqshomlari mehmonxona ishini qiladi. Va hatto uyqum kelguncha xodimlik ham qiladi, kitob ham o'qib beradi. Shariat dinini o'rganmoq boyvachchaga albatta lozimdir, boy. Shariat kunini lozim bilmaydi. Chunki ana bu mufti yo imom muazzin qilmoqchi emas. Asbaski davlatim Amerika. Zaruriyati diniga ne dersiz unda? Men o'zim 5 vaqt namozini kerakli duolarıyla bilurman. O'zim o'rgatibman. Hatto sabotga ne dersiz unda? Holbuki o'qimagan inson hech nimaga yaramaydir. Bu fikringiz g'alati. Mana meni savodim yo'q. Bovujuk, bu shahrimizda katta boylardandirman va xarishni bilurman. Boy, siz
siz ilgari zamonda bir naviyle boy bo'ldingiz. Ammo endi boy bo'lmoq nari tursin, hatto ro'zg'or o'tkazmoq uchun ham ilm kerak. Ko'ramizki, 20-30 yildan beri savdoyimiz Urus, Yahudiy va boshqa ajnabiylar qo'liga o'tib ketdi. Buning sababi biz farzandlarimizni o'qita turganimizdandir. O'qimagan boyvachchalarni ko'ramizki, ota molini barbod etadi. Va oxiri holi zor bo'lib, bildingizmi boy? Domula, siz menga tabiqchimi? Ha? O'g'il meniki, davlat meniki, sizga nima? O'qiganni birisiz, yemoqqa nomingiz yo'q. Yana shu holingizda nasihat qilasiz. Ayro! Mehmonxonada turiblar. Uyqum keldi. O'qimoq va mulla bo'lmoq uchun pul kerak. Va davlatlarimizni holi pul. Bas, bu ketish illa navzun billah. O'qish farz edi. Yo erkak bo'lsin, yo xotin. Bu qayda qoldi? Oxu voy bizni holimizga. Boy. Men sizga amr ma'ruf etdim. Va o'ylab ko'rib, alifni tayoq demay turgan o'g'lingizni ahvolini ko'ramiz. Domula, siz menga taqiqchimi, ha? Bu odam meni ishimdan, uyqumdan qoldirdi. Xayrullo! Xayrullo! Mehmonxonada qulfladingiz. Assalomu alaykum, boy. Alaykum assalom. Xayrullo. Kursiga tur. Bu odam yerda o'tira olmaydi. Boyvachchada yalpa yoshlandiqali. So'rovingni. Yana ko'chagaymi? Bu yoqqa kel. Sansiz tutsan kel. Tutaydi, tutaydi. Tutsan bu tarafga.
Oling, oling. Ana bir qo'lingizni ko'rsating. Voy. Ne? Ikkinchisini ham ko'rsating. Mana. Boshdan oling. Mana bu kimni qo'li? Chiq deyapman. Chiq. Kimsan? Qo'limni qo'yib, o'zing kimsan? Sendan so'rayapman, kimsan? O'zingdan so'rayapman, kimsan? Joningdan umiding bormi? O'zingga joningdan umiding bormi? Tavba, astag'firulloh. Hech bo'lganda birovni tandirishdan nima qilyapsan? Jinmisan? Shaytonmisan? Yoki jinnimisan? Odam bilmayapsizmi? Sekin birov eshitib qolmasin. Hech bo'lganda birovni o'choqosidan nima qilyapsan? Abuchi bu hech bo'lganda birovni o'chog'i ostida nima qilyapti? Maydon! Sekin ukajon, birov eshitib qolmasin. Keta qolgin endi. Qayerga ketaman? Boradigan joyim yo'q, qornim och. Qorning ochmi? Mana senga yetti stadion, mana boshqa hamma qol. Amillaki, aqldan o'zingni beraman. Voy kasofat. Voy qoravoy. Senmisan? Qayerdayding? Axir onam seni kutgan olamdan o'tdilar. Nimalar emas? Fizika, matematika, jo'g'rofiya. Ular ilm-fan. Bolalar, bilim olsa buni nimasi yomon? Bolalar bilim olib katta bo'lsa buni nimasi yomon? Bolalar o'qimishli bo'lishlari kerak. Hali ular ham bizga o'xshagan olim bo'lishlari kerak. Nima yaxshi, nima yomonligini sen hal qilmaysan. Ko'p gapirmay oldimga tush. Bunday qilishga haqqingiz yo'q. Sen hali haftalab qilib qolibsanmi? Hozir senga qo'shib oilangni ham qamoqqa olaman. Ulardan nimayim? Qani ularga qo'lingni tegizgurchi! Buyruqqa bo'ysunma. Tergovchiga kuch ishlatganing uchun seni shu yerning o'zida otuvga hukm qilaman. O'lim oldida aytar so'zing bormi? Ularning sanovi